Assalomu alaykum Drabilka Uzbachus master obunachilari. 25 ta qo'y olib 5 oy davomida boqaman va dadamga trekker avtomobil olaman degan videomizning 4-qismi xudo xolasa mana olyapmiz. Endi qo'ylarimiz qay holatda o'zgaryapti? Do'stimiz mana bir haftadan keyin keldilar, o'zlari ko'zlari bilan ko'rib bir baho beradilar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Murodjonni shu 25 ta qo'y ortidan trekker degan proyektlarga kelib hozir qo'ylarni ko'ryapmiz. Qo'ylarda ancha o'zgarish bor, o'sgan. Ko'plar savol berishi mumkin. Bu proyektni nimaga boshladinglar degan savol bo'lishi mumkin. Endi bu do'stimiz shu dadamga niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa 25 ta qo'y ortidan balki hammasini sotib foydalari bilan birga bitta trekker berar degan maqsadda qilingan. Endi hozir bu yerda qo'ylar yemishini yeb yotibdi. Ishlari qanaqa bo'lyapti do'stim? Ishlari yaxshi bo'lyapti. Xudo xolasa mana bir ko'ring. Ko'rib baho bering endi. Ratsionlari qanaqa bo'lyapti hozir? Ratsionlarni hozir aralashtirib bir ko'rsatib beraman. Chunki qo'y boqadigan akalarimizdan so'radim. Chunki qo'ylarimiz yosh bo'lganligi uchun o'sha 2 oy davomida ratsion holatda boqsang, keyin yem bersang bo'ladi deyishdi. O'shaning uchun ratsion holatda beryapmiz. Hozir mana silos o'sha hashaklarimizni maydalab, drabilkamizni maydalab beryapmiz. Hozir buni tugatyaptimi? Qolmayaptimi? Hammasi qolmaydi 1 gram. Hammasini yeb tashlaydi sekin. Bu nimani berdingiz endi bu? Bu yerda somon, yerini oq poya va silos. Keyin o'sha yem holatda kepaklarni aralashtirib beryapmiz. Hozir 25 ta qo'ya, buni orasida kichkinalari ham bor. Endi bitta ikkita, chunki bitta joydan do'mbay olinganning hisobiga endi terib olinmagan. Общий bitta. O'shani hisobiga endi Gruppani sotib olgan ekansiz-da. Orasida 2 donamikin shunaqa yoshroqlari bor, lekin qolganlari xudo xolasa normalniy. Endi suvlar qanaqa bo'lyapti? Suvlarni olib kelib qo'yibsiz. Suvlarni olib kelib qo'yapmiz. Muzdagi bitta krantlarimiz bor. Muzdagi suv har kun beramiz. Hashaklarni 2 mahal beryapmiz. Ertalab, kechqurun beryapman, xudo xolasa. 2 mahal beryapsiz, 3 mahal emas. Yo'q, 2 mahal berish kerak ekan. Endi oxirida bo'ladi, baribir. Qaysizlar och qolsa kelib yeyishi mumkin. Ozgina ko'proq solib qo'yamiz. Hozir qarang, sizga bilinmaydi, o'zgarayotgani bilinmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli hamyurtlar, shu videoni mana shu joyda ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta shu videoni qo'yib yuboramiz. Qo'ylarning qanaqa o'zgarganini qo'yib yuboramiz. Bitta o'zingizlar baho beringlar va kommentariyada o'zingizlar ham fikringizni qoldirsanglar, o'zgaryaptimi, yo'qmi? Albatta. Bular hozir ham sal qo'rqyapti odamlar. Endi yaylovda yurganda bular. O'shani hisobiga ozgina odamdan qo'rqyapti, lekin ancha o'rganib qoldi. Oldin o'sha birinchi kun kelganlarida hashak tashlasak ham kelmayotganda, endi mana kelyapti. Xudo xolasa o'sha hashaklarni maydalab ber deyishdi. O'sha drabilkamizda maydalab. Hozir maydalab berasizmi? Drabilkada hashaklarni maydalab. Qanaqa qilib endi? Ratsion holatda ovqatlari qanaqa? Ratsion deyapsiz. Endi uni bitta tushuntirib bering. Xo'p, mana ratsion. Birinchi nimani oddiy, juda arzon, aka, qimmat emas. Chunki qo'ylarimiz yosh bo'lganligini hisobiga bu silos. Oddiy silos. Xo'p. Ozgina tayyorlab beraveray. Xo'p. Silosi yaxshi deydi-da. Zo'r yeyapti. Zo'r yeyapti. Keyin kepak beryapman, aka, mana. Birinchi silos qo'yib tashlaysiz, keyin kepak ustidan aralashtirasizmi? Kepak beryapmiz. Keyin mana bu makka bug'doyi yarmasi bor. Maydalanganmi? Yarmasi bor. Va ko'p qo'y boqadigan akalarimiz yosh qo'ylarga mana shu vitaminni berishar ekan. Bu qanaqa vitamin? Bu reklama emas lekin, Yo'q, reklama emas bu. Endi demoqchi bo'lganim. Endi ularda effekt bergan. O'sha Novamix. O'sha bundan bu vitamin ekan. Vitaminlar o'sha qo'ylarni semirishga emas, o'sha qandaydir o'ziga yetmayotgan vitaminlarga joyiga kelar ekan, bo'y o'sishiga yordam berar ekan. O'shaning uchun bundan 2 qoshiq berishar ekan. 2 qoshiq berdilar bitta tog'araga. O'sha hammasini aralashtirib, xudo xolasa beryapmiz. Hammasini aralashtirib, hozir buni deymiz, qo'shig'imiz yo'qligi uchun endi bitta mishalka olamiz endi, aka. Hashaklarimizni o'sha aralashtirish uchun bitta yem mishalkasidan olamiz. Mana shu holatda har kun aralashtirib beryapmiz. Ertalabga, kechki paytga o'sha somonlardan aralashtirib beryapmiz. Xullas,
o'zingizni somoningizni o'sha drabilkada chiqaryapsiz. Ha, o'zimizni drabilkada chiqaryapmiz. Demoqchi bo'lgan, ya'ni reklama emas, o'rtoqlar, endi reklama deb o'ylamaylik. Ko'plar hali videoni maqsadi faqat reklama bo'lib qolibdi deb ham aytishdi. Reklama emas, o'rtoqlar. Mabodo kimgadir drabilka qiziq bo'lsa, olishlar mumkin. Ha, bemalol olishlari Demoqchi mumkin. O'sha bo'lganim, ishlab chiqarishimiz bor o'zimizda. O'sha Chusmaster universal drabilkamiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha bor. Do'konlarimiz ham O'zbekistonning har bir viloyatida bo'lyapti bitta-bitta. Bemalol borib olishlari mumkin. To'ppa-to'g'ri. 1 yil garantiyasi bilan beramiz. Hozir bu qachon berasiz buni? Buni endi ertalabga bugunlikni berib bo'ldim. Bu tayyorlab qo'yapsiz. Ha, bu tayyor holatda. Bu nechta qo'yga yetadi bu? Ya buni to'ldiramiz. Ikkita dalida beraman, tog'orada beraman, to'ldirib beraman. Uni hozir bersangiz bo'lmaydimi? Bersam bo'ladi, yeb ko'raveradi. Endi hozir berib. Robi, ha, qanaqa yeyishini bitta ko'raylik dedim-da. Qani? Ha, buni yeyishi boshqacha-ku, ha? Voy. Buni talashib yeyapti-ku. Yem borligini hisobiga. Voy, mana chiqib ketay deydi. Yoshlar endi. O'zi fikringiz qanaqa, do'stim? Buni Yo'q, zo'r ekan aka. Endi sekin-sekin qiziqyapti. qanaqa endi kayf deyshadi-yu. Kayfi zo'r ekan. Nimasi kayf endi? O'sha yeyishi, ovozi chiqarishi zo'r ekanda, lekin bir hali o'zingiz ertalabda qaraganda o'tirib yeyishini tomosha qilib o'tursangiz, zo'r kayf berar ekan baribir. Bu talashib yeyishini ham chiqib ketay deydi. Bu tarafga ham berib qo'yavering, qolganlari ham. Qolganlari ham. Yo'q, zararmi? Yo'q, nimaga zarar bo'ladi? Hammasi kelyapti, qarang, uyalmasdan kelyapti. Mazza qilyapti. Maqtanishini qaranglar, o'rtoqlar. Hali bizga qarab turib og'zini tishini ko'rsatyapti. Maqtanyapti menga. Shunga shu holatda boqyapmiz. Shu 2 oy davomida mana shu holatda boqsang, keyin sekin-sekin yemlarni ko'paytirib borsang, o'zgarish zo'r bo'ladi deyishdi. O'shanga harakat qilib o'tibmiz. Hurmatli do'stlar, qaranglar, bu bizga, menga sezildi, katta bo'lgani. O'sgani sezildi, lekin do'stim o'ziga sezilmayapti. Izohlarda qoldirib ketsanglar, o'zgaryaptimi, yo'qmi? Endi Silosda aka qo'pil bilan sotib olardim. Ha. 15 ming so'm, joyga 16 ming so'm, 20 ming so'mgacha oldim. Hozir birinchi o'rim urilgani hisobiga sezonda bitta alida oldim, Kamazda oldim. Ha, Do'mbay, zo'r tushdi. 9 mingdan tushdi qopi. Arzon bo'ldi. 50% arzon bo'lyapti. Arzon bo'ldi. O'sha bitta Kamazda to'ldirib do'stim o'sha traktor haydaydi, o'zi jo'natdi. Olib berdimi? Jo'natdi. 300 qop chiqdi. 300 qop. 2 million 600 ming so'mga oldim Kamazini. Endi yana bitta savol bor. Bilgan bo'lsangiz, akangizlarni anaqasi bor-ku, fermalar. 200 nechtadir qo'y bordi. O'sha yerga bir bor ko'rsatsak. Mayli, ko'rsatamiz. Chunki ko'plar ana so'kib beribdi biz izohda. Qo'ylarni kam ko'rsatding. Qo'yni kam ko'rsatgansizlar, o'zingizlar ko'p gapirgansizlar. Misol uchun ash yerda yechimlar bo'lganda qo'ylar zo'r o'zgaradi u tarafdan. Albatta. Nima deydi? Zagon deydimi? Zagon yaylovligini hisobiga sog'lom yurar ekan, bemalol yugurar ekan, endi o'ynar ekan, o'shani hisobiga bitta zo'r o'zgarayotgan ekan. Lekin bu qo'ylaringiz ham yeyishlari zo'r. Yo'q, yaxshi. Endi sekin-sekin moslashdi. Bular ham o'sha yaylovda yurgan, olib kelgan joyimizda. Endi hozir mana yeyishlari tezlashdi. Qarang, yeb tashadi-yu, masalan, bir pasta. Xudo xolasa zo'r. Yaxshi ekan-a buni ratsionni. Ratsion holatda bersangiz. Endi bu 25 ta qo'yga qanaqa qilib berasiz bo'lishi? Yo'q, o'sha bitta ikkita tog'oradagina hammasini to'ldirib beramiz. To'yadimi? Ha, to'yadi. Unaqa bo'lsa yaxshi. Keyin bir aylanib, hashak to'ldirib qo'yishadi uydagilar, ozgina to'kib qo'yishadi. O'sha och qo'yganda ozgina yeydi. Keyin kechki payt bitta tozalab turib, o'sha silos, ozgina kepak va hashak qo'shib beramiz. Bundan ko'proq qilib qo'yamiz, chunki kechqurun ham yeyish mumkin degan maqsadda. Yoshligini hisobiga bo'ladi. Ko'p anaqa talab qiladi, energiya talab qiladi. To'g'ri aytasiz. Chunki qo'y qorni to'q bo'lib tursa, tez o'zgarar ekan. Me'dasi ham to'lar ekan, o'sha oxirida bo'lib tursa, hashagi yaxshi bo'lar ekan, o'shani maqsad qilib. Endi o'rtoqlar, men chorva sohasida ma'lumotim, ilmim, bilimim yo'q. Bu do'stim ancha mana o'rganib qopti. Yurib, ana baraka to'plam video qildinglar, ko'rdim. Albatta. Zo'r video bo'libdi, ham manfaatli video bo'libdi, foydali. Kelib ko'rib ketdilar-ku, zo'r dedilar joylari. Keldilar, Abdulaziz akamiz. Xudo xolasa, yangiliklarimiz bor, qilib o'tibmiz aka. Boqyapmiz. Endi bir
buni uzoq vaqtdan buni ko'rishadi. Endi ko'rishadi-ku yurtdoshlarimiz. Ko'rgandan keyin mana o'zgardi deysa, mana Xudo xolasa niyat qilib bunga yana qo'shishimiz ham mumkin. Yana Albatta, ha. Endi orada siz bilan hazillashdik, trekkerimiz Malibu olib beraman degan gap ham ketdi. U rostmidi, hazilmi? Yo'q, rost. Endi hammasi Xudodan, niyatimiz xolis, niyat yaxshi. Maqsad o'sha dadamizga trekker avtomobil olib berish. Endi Xudo baraka berib tursa, Malibu ham olamiz endi. Ozgina Malibu farqi bor, lekin harakat qilamiz. Allohga oson. Qarang, ishini qarang, chiqib ketay deydi. Nimaga chiqib ketdi? Talashyapti-da bir-biri bilan. Talashib bergani yaxshi? Ha. Chiqib ketishini qarang. U qolib ketdi-ku unisi. Endi bunisi sig'madi-da. Kamligini hisobiga, kamligini hisobiga unisi sig'madi. Qo'ylarimizni bir ko'rsating yurtdoshlarimizga. Nimaiki xato qilayotgan bo'lsak, ko'p yillardan buyon qo'y boqadigan akalarimiz nimasidadir xato qilayotgan bo'lsak, kommentariylarga yozib, ketsalar, Xudo xolasa inobatga olib, bilmaganlarimizni o'rganamiz. Qo'limizdan kelgancha. O'sha like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, podeshka qilib tursalar, Xudo xolasa zo'r videolar qo'yib boramiz o'z kanalimizga ham. Yaxshi blogerlar bilan podkast loyihalarimiz bor, o'shalarni ham qo'yib boramiz. Podkastlar nima bo'lyapti, do'stim, podkastlar? Podkast yaxshi bo'lyapti, Xudo xolasa. Ertaga mana bitta akamizni chaqirdik, juda ko'p odam tanishadi. Endi bu surpriz. Xudo xolasa bir haftaning ichida, ertaga video olinsa, bir haftaning ichidan qo'yiladi. O'sha qo'y boqadigan akalarimiz, akamizni juda yaxshi tanishadi. Xudo xolasa ertaga kelaman deyishgan. Xudo xolasa kelsalar, chiroyli ma'lumotlarni qo'yamiz. Bo'ldi, gap yo'q. O'rtoqlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Fikringlarni qoldiringlar. Albatta sizlarning fikringlar qiziq, do'stim. Albatta. Ko'p kommentariylar yozishibdi, boqishda, to'g'ri ratsion berishda fikrlarni qoldirishganda. Albatta. O'shani yana qoldirib ketsanglar, bu xursand bo'lamiz. Xursand bo'ladilar. Yangiliklar bo'lsa, balki qilamiz. Nimadir o'sha bersang yaxshi o'zgaradi, zo'r o'zgarishi zo'r bo'ladi degan akalarimiz bo'lsa, o'zida o'sha tajribalardan chiqqan holatda hammasini inobatga olib o'rganaman, Xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta videoga bitta like bosib qo'ysanglar, sizlardan pul ketmaydi. Fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Kelgusi 5-qismni Xudo xolasa ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Hammaga rahmat.